Qaranglar qizlar, suv sepadigan idishinglarga sprey qilishinglar uchun, fialkalar uchun va boshqa hamma gullar uchun sirkon juda ham yaxshi. Bu stressdan chiqazadi, gullashiga yordam beradi. Yaxshi o'sadi. Keyin mana bitta orqasida bu instruksiyasi yozilgan, chetdan o'qib bersanglar ham bo'ladi. Buni 1-2 oyda bir marta berasiz. Mana 1 litr suvga 2 tomchi solasiz. 2 tomchidan ko'p tushib ketmasin. Ko'p sovorsanglar ham ziyon gulinglarga, bu chunki juda o'tkir anaqada. Uni ko'p berish ham mumkin emas. Keyin qizlar qaranglar, gulinglarga kunduzi umuman sprey qilmanglar. Faqat kech payt bu dorini bermoqchi bo'lsanglar, kunduzi sprey qilish umuman mumkin emas. Gullayotgan paytida ham mumkin emas. Gullamayotgan paytida guliga suv tegsa, gullaringiz bir kunda qurib qoladi. Shuning uchun gullamagan fialkalarga beriladi. Вот kech payt beriladi. Kunduzi bersanglar, gulinglar ustiga mana shunaqa suv tekkan joyiga mana shunaqa dog' bo'lib qoladi. Shuning uchun kech payt. Boshqa gulchilar aytishi mumkin, kunduzi ertalab vaqtliroq bersanglar bo'ladi deb. Yo'q, ertalab kunduzi ham umuman kunduzi berish mumkin emas. Faqat kech payt bersangiz bo'ladi. Kunduzi bersanglar qizlar, faqat fialka, boshqa gullar uchun ham kunduzi berilsa foyda o'rniga ziyon bo'lib qolishi mumkin qizlarjonlar. Shuning uchun kunduzi bermanglar, iloji boricha kech payt beringlar. Quyosh botgandan keyin bersanglar bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, podpiska, layk bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yinglar.